Kunlar isib, sizni terlash bezovta qilmoqdami? Bu sizga odamlar orasidaligingizda diskomfort keltirib chiqarayotgan bo'lsa, keling, buni uy sharoitida qanday buni oldini olish mumkinligi to'g'risida sizga tavsiyalar beraman. Uy sharoitida terlashni oldini olish uchun bugun 3 ta usulini ko'rsataman sizga. Birinchi usulda bizga 3 ta mahsulot kerak bo'ladi. Bu limon, chayniy soda va yod kerak bo'ladi. Chayniy sodaga kichkina qoshiqda 1 qoshiq yod va yarimta limon aralashtiramiz. Chayniy soda erib ketguncha aralashtirib, keyin buni paxta yordamida tozalangan, terlayotgan organizmingiz qayerda terlayotgan bo'lsa, o'sha joyga oldin tozalab, undan keyin uni surishingiz mumkin. 15 minutdan keyin buni albatta toza suv bilan yuvib tashlash kerak. Ikkinchi usulda yod qo'shmasangiz ham bo'ladi. Bitta faqat chayniy soda bilan limon. Bu ham juda ham samarali usul hisoblanadi. Keyingi eng samarali usullardan biri bu achchiq tosh va oddiy suvdan foydalanamiz. Bu suvimiz qaynab sovitilgan yoki mineral suv bo'lishi mumkin. Demak, 1 qoshiq achchiq tosh aptekalarda sotiladi bu va ozgina suv. Bo'ldi, tayyor. Bundan ham qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.